Assalomu alaykum aziz talabalar. Bugungi mavzuyimiz kompetensiya haqida tushuncha. Kompetensiya ikkiga bo'linadi. Tayanch kompetensiya, fanga oid kompetensiya. Fanga oid kompetensiya deganda biz, misol uchun, matematika fanini tashkil etuvchi uning elementlari, qo'shish, ayirish, ko'paytirish, bo'lish, tenglik, tengsizliklarni tushunamiz. Tayanch kompetensiya esa o'ziga 6 ga bo'linadi. Birinchisi kommunikativlik kompetensiyasi. Bu kompetensiyada o'z ona tilimizdan mustaqil so'zlashishimiz va boshqa tillarni yaxshi bilishimiz, o'rganishimiz tushuniladi. Ikkinchisi axborotlar bilan ishlash kompetensiyasi. Axborotlar bilan ishlash kompetensiyasida biz zamonaviy texnologiyalardan samarali foydalanish tushuniladi. Uchinchisi esa o'z-o'zini boshqarish kompetensiyasi. O'z-o'zini boshqarish kompetensiyasida o'z ustimizda yanada ko'proq ishlashimiz tushuniladi. To'rtinchisi esa faol fuqarolik kompetensiyasi. Faol fuqarolik kompetensiyasida biz asosan jamiyatda bo'layotgan voqea va hodisalarga o'zimizni daxldor deb bilishimiz tushuniladi. Beshinchisi esa milliy va umummadaniy kompetensiyasi. Bu kompetensiyada biz bolalarga vatanni sevish haqida, yanada ularni vatan haqida tushunchalarni kengaytirish tushuniladi. Milliy qadriyatlarimiz, an'analarimiz, urf-odatlarimizni tushuntirib o'tiladi. Oltinchisi esa matematik savodxonlik va fan texnika yutuqlaridan samarali foydalanish kompetensiyasi. Bu kompetensiyada asosan aniq hisob-kitob bilan ish ko'rish tushuniladi. Kompetensiyalar hayotimizga juda ham muhim.